Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Tiko'ning pulunda BMW'ni ko'rsatayman sizlarga. E36 kuzovda bo'ladi, hamma yeri radnoy bo'ladi. Ozgina oldindan ozgina udar yegan, aybi shunda, keyin ozgina taxlanadigan yerlari bor. Xullas, 218 ming yurgan, motor ochilma, ikkilik motor. Yana nosi. Kim qiziqsa, Tiko'ning pulunda narxini eshitsangizlar, в общем, shokolad narx $2000 bitadigan yeri, lekin $2000 shu BMW'ni beramiz. Qaytilmaydi, 26 million so'm bo'ladi. Naqd pul hisoblasangizlar, shu mazini olib ketsangizlar bo'ladi. Agar mashallamanda yurgan danishasiz bo'lsa, tashakkurlar. Hozir aytaman, bir rasxotuna keladigan bo'lsak, nasi? Benzinda, mashina benzinda propan, metan qo'yilma, metan xolasangiz qo'ysangiz bo'ladi. Ikkilik motor bemalol o'rnatsangiz bo'ladi metal. Az-maz yerlərində işi bor, keyin chixol qo'yib berish kerak. Aybi shunda chixol yaxshi emas, ke ichini ko'rsatib. Durgan mashin, endi mana sostoyaniya endi topish qiyin. Yaxshi lekin, yaxshi mashin. Bir urganda yonib turibdi. 218 ming yurib turibdi. Shu chixollari bor, aybi, endi orqalarini ham ko'rsatib. Aybi chixollarini ham bitta ishlab berish kerak. Ham chang ketgan, e'tibor bersangizlar, salon ham chang bo'lib ketgan. Tak, beklaymiz. Lekin zo'r mashin, motori yaxshi, yurib turibdi, ajoyib. Xullas mashina gap yo'q, balonlari yaxshi. Yana nima deymiz? Narxi $2000. Ulgurganlar, nomerlarni qoldiraman ekranda bemalol chiqib. Shavatda turibdi mashina. Kelib ko'rishingiz mumkin, o'yin ichida turibdi. Tak, akkumulyator yo'q, akkumulyator qo'yish kerak. Keyin bamper uzattirib berish kerak. Ana shu ayblari shunda. Keyin ko'rsatganim chixol qo'yish kerak. Keyin laboy ozgina yo'ldan singan. Laboy almashtirib berish kerak. Ayblari shular, xullas. Mal sotsang ham aybini aytib sat dedi-ku. Shuning uchun hamma aybini aytib turibman. Shundan bir o'zingiz kelib ko'ring. $2000 lekin zo'r narxda bo'laman. Buni bilmayman, $2000 buni mashina topib bo'lam. Ha, yildan keladigan bo'lsak 94-yil. Kelaverasiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Bitta like bosib qo'yasiz, e'tibor uchun katta rahmat.